Sizda ko'ksartiroz, suyak yemirilishi, tizza bo'g'im og'riqlari, bel umurtqa og'riqlari paydo bo'lgan bo'lsa yoki anchadan beri og'riyotgan bo'lsangiz, hali u giyohni qaynatib, hali bu tabiiy usulni qo'llab natija olmagan bo'lsangiz, men sizga yana bir noyob retseptni ko'rsataman. Bu noyob retsept tarkibi shunaqa innovatsiyalar asosida yaratilgan, sizdagi ko'ksartirozni, shu suyak yemirilishlarini batamom hal qiladi. Endi batamom deganda buni regulyarniy 3 oy, 4 oy davomida kursini ichadigan bo'lsangiz, natijani 100% olasiz. Bu rezultatni albatta mas'uliyatli odamlar zo'r qilib olishi mumkin. Azizlar, mana shu bo'g'im og'rig'idan shikoyat qilib yildan yilga og'irlashib borayotgan bo'lsangiz, albatta mana shu mahsulot sizga yechim bo'la oladi. Bu mahsulotning tarkibi noyob bo'lib, u suyak to'qimasini oziqlanib turadi. Bo'g'imlar orasidagi sinovial suyuqlikni ko'payishiga yordam beradi hamda suyakni zichligini ko'paytirish hisobiga egiluvchan, bugiluvchanligiga rag'bati oshib, sizdagi og'riq yo'qoladi. Buning uchun albatta buni ichish me'yori bor. Agar sizda xronik kasalliklar bo'lsa, albatta kurs bilan davolanasiz. Agar endigina boshlangan bo'lsa, buni bittasi yetadi sizga. Agar bu mahsulot sizga kerak bo'ladigan bo'lsa, video so'ngida telefon nomerlari bor. Albatta qo'ng'iroq qiling. Mutaxassis maslahati esa mutlaqo bepul.